Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. 12 aprel Xalqaro aviatsiya va kosmonavtika kuni. Fazoni zabt etgan ilk inson Yuriy Gagarin parvoziga bu yil 65 yil to'ldi. Ma'lumki, aviatsiya va kosmonavtika rivoji mamlakatlarning qudrati va salohiyatini belgilaydi. Yurtimizda prezidentimiz tashabbusi bilan ushbu sohaga yuksak e'tibor qaratilib, ulkan qadamlar tashlanmoqda. Samo toqiga ilk nigoh qadagan Al-Xorazmiy, Farabiy, Mirzo Ulug'bek, Abu Rayhon Biruniy kabi allomalarimizning buyuk meroslari fazo ilmini o'rganishda dunyo bo'yicha asosiy o'ringa ega bo'lmoqda. Bugun biz kichik do'stlarim bilan birga Toshkent shahar planetariysiga tashrif buyurdik. Bu yerda kosmonavtika bayrami shukuhi kezmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Azima Majnunxonova, ilmiy xodim bo'lib ish faoliyatini yuritib kelmoqdaman. Va albatta, mana bugun 12 aprel Fazogullar kuni, ya'ni kosmonavtlar kuni munosabati bilan ayni Toshkent shahar planetarisida tadbirlarimiz o'tmoqda. Bu tadbirimizda o'sha kelajak avlod yoshlarimiz uchun ushbu bayrami dasturlar namoyish etilgan, lekin planetarimizning eng asosiy maqsadlarimizdan biri kelajak avlod yoshlarimizga astronomiya oid faniga yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish. Yana bir bor Toshkent shahar planetariyasiga tashrif buyurgan juda xursandmiz va barcha yaratilgan sharoitlarimiz kelajak avlod yoshlarimiz uchun. Ha azizlar, kelajagimiz vorislari, yoshlarimiz ongiga ona O'zbekistonimiz rivojida samoviy bilimlarni puxta egallash muhim ekanligini qayta ta'kidlashimiz lozim. Ular Vladimir Jonibekov, Solijon Sharipov kabi fazogirlarimiz safini yanada kengaytirib boraveradi.